Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Yana sizlar bilanman Bahrom Davlat va Phoenix Traders Club jamoasi. Hurmatli treyderlar, bugundan boshlab Xudo xohlasa haftada 2 marta, ya'ni seshanba va shanba kunlari bozordagi turli xil mavjud savdo g'oyalari bilan sizlarda boxabar qilib boraman, ya'ni sizlar bilan ulashib boraman. Hurmatli treyderlar, bugun asosan kriptovalyutalar bilan savdo g'oyalarini ko'rib chiqamiz. Sababi forex bozori, ya'ni valyuta bozorida birorta o'zimga yoqadigan yoki ishlash tartibimga mos keladigan birorta formatsiya topa olmaganligim sababli bugun faqatgina kriptovalyutalar bilan ishlashga harakat qilamiz. Hurmatli treyderlar, oxirgi hafta, oxirgi oy, ya'ni o'sha 2026-yil boshidan beri kriptovalyutalarda tushishni ko'ryapmiz va oxirgi 2 kun ichida Bitcoin'ni $60,000 dan ham pastga tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bozorda bunaqa pasayish va ko'tarilish holatlari yuzaga kelib turadi, lekin Bitcoin'dagi keskin bunaqa tushish juda ham bozorni o'ynatib yubordi. Demak, hurmatli treyderlar, agarda siz holder bo'lmasangiz, ya'ni ushbu kriptovalyutalarga uzoq muddatli savdolarni ochmagan bo'lsangiz, ya'ni spot yo'nalishda, demak, sizda hozircha muammo yo'q. Lekin aynan kelajagi bor kriptovalyutalarni, loyihasi kuchli bo'lgan kriptovalyutalarni qidirish kerak va ularni ayni paytda sotib oladigan vaqt keldi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siyosiy, ijtimoiy voqealar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, kriptovalyutalar bugungi kunda va kelajakda asosiy valyuta bo'lish ehtimoli juda ham aniq. Chunki butun dunyo mamlakatlari, yirik banklar o'zlarining tranzaksiyalarini va valyutalarni qabul qilishni, ya'ni o'sha kriptovalyutalarni qabul qilishni o'zi boshlab yuborishdi. Demak, hurmatli treyderlar, sizlar bilan birinchi ko'rib chiqadigan valyutamiz, ya'ni kriptovalyutamiz bu AUD. Demak, e'tibor beramiz. AUD-da asosan aynan o'sha bozorga mos ravishda pasayovich tendensiya yuzaga kelgan va aynan mana shu pasayovich tendensiya jarayonida e'tibor bersangiz, mana bu e'tibor beramiz. Eng oxirgi paranormal tushishdan keyin narx to'xtagan va ortga harakatni amalga oshirgan. Ya'ni narx biroz yuqoriga harakatni amalga oshirgan. Lekin yuqoridan bosim juda ham kuchli bo'lganligi sababli narx yana pasayish tendensiyasini amalga oshirdi va mana bu 0.2688 zonamizni pastga paranormal bar bilan buzib o'tish yuzaga keldi. Biz bilamizki, odatda narx zonaga nisbatan impulsiv harakat qilsa, albatta ortga qaytish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Va e'tibor beramiz, aynan mana shu joyda 0.26, ya'ni mana bu zona 0.2688 zonaga nisbatan impulsiv harakatdan so'ng orqaga reski движение bilan 2 bardan tashkil topgan LP yuzaga kelgan. Ya'ni 2 bardan tashkil topgan LP degani narx o'z harakat jarayonida avval zonani buzib o'tadi, ya'ni impulsiv bar yoki distributsion harakat bilan zonaga nisbatan harakat qiladi va zonani pastga buzib o'tadi. Bunda o'sha yirik ishtirokchilar ommani o'ziga jalb qilish uchun qara biz zonani buzib o'tdik va keyingi bar, ya'ni kunlik bar zonadan past ochildi. Biz yana yurishda davom etamiz degan signalni berishadi va buni natijasida bozorda juda ham ko'plab zonadan pastda sell pozitsiyalar va bunga mos ravishda zonadan yuqorida juda ham ko'plab stop losslar, ya'ni aynan mana bu joyda sotib olingan pozitsiyalarni sotish pozitsiyalari zonadan yuqoriga qo'yiladi. Bunday holatda yirik ishtirokchilar 2 bardan tashkil topgan LP holatini yuzaga keltiradi. Ya'ni juda ham kuchli impuls bilan narxni orqaga qaytarishni amalga oshiradi. Ya'ni buni oddiy qilib aytganda, ya'ni biz o'rganib qolganmiz, manipulyatsiya desa ham bo'ladi. Ya'ni o'sha narxni manipulyatsiya qilishadi va narx juda ham kuchli impulsiv orqaga qaytganligi sababli mana bu joyda o'tirgan, ya'ni sell pozitsiya bilan o'tirgan ishtirokchilar o'z pozitsiyalarini mana bu joyda avtomatik yoki
majburan yopishga majbur bo'lishadi, oddiy qilib aytganda. Demak, bu 2 bardan tashkil topgan LP hisoblanadi. Albatta bu 2 bardan tashkil topgan LPni savdoga kirishdan oldin, ya'ni mana bu joyda sell pozitsiyaga kirmasdan oldin narx zonaga yaqinlash jarayonini aniqlasa bo'ladi. Demak, bu 2 bardan tashkil topgan LP holati hisoblanadi. Bunda narx yuqoriga ma'lum bir muddat harakatni amalga oshiradi. Lekin odatda men 2 bardan tashkil topgan LP bilan savdoga, ya'ni obratni, ya'ni counter trendiy сделкani ochishni ko'p ham amalga oshirmayman. Sababi bu joyda 2 bardan tashkil topgan LPda shunaqangi vaziyat bo'ladiki, e'tibor bering, juda ko'pchiligimiz o'ylaymiz. Ya'ni asl mohiyatga yetib olishni xohlamaymiz, juda ham tor fikrlab qo'yamiz. Ya'ni aytilganini kitobda qanday aytilgan bo'lsa shunday bajarishga harakat qilamiz. Lekin e'tibor bering, o'sha kitobni kim yozgan? Albatta bozordagi yirik ishtirokchilar, ya'ni mana shu bozorda yirik kapitalni boshqarayotgan professional treyderlar yozgan. Demak, ular shu narsani aytgan bo'lsa, demak, ular mana bu 2 bardan tashkil topgan LPdan keyin narx yuqoriga qaytganda umuman omma, ya'ni kichik ishtirokchilar mana bu joyda pozitsiyalarni ochishlarini juda ham yaxshi bilishadi va o'z navbatida 2 bardan tashkil topgan LPga asosan сделка ochgan ishtirokchilarning stop losslari albatta zonadan pastda bo'lishini bu o'sha bozor ob'yomlarida ham, stakanlarda ham ko'rinib turadi. Men odatda qisqa qilib aytganimda 2 bardan tashkil topgan LP holati yuzaga kelganda, agarda narx mana bu bar yuqorida yopilganda, ya'ni yapon shamchasi yuqorida yopilgandan keyin yuqoriga yurmasdan orqaga qaytishni amalga oshiradigan bo'lsa, men zonadan pastga sell stop orderi bilan narxni, ya'ni o'z yo'nalishi bo'ylab davom etishiga savdoni amalga oshirishni afzal ko'raman. Sabab shundaki, deyarli barcha ishtirokchilar narx bo'ldi, stoplarni yig'gan holatda yana ortga qaytdi deb counter trendiy, ya'ni qarama-qarshi tomonga сделка ochishgan paytda yana ularning stop losslari zonadan pastda qoladi va bundan yirik ishtirokchilar, ya'ni yirik savdo ishtirokchilari bundan yana bir marta foydalanishga harakat qilishadi va juda ham kuchli pastki impulsiv harakat yuzaga keladi. Ayni paytda AUD/USD valyuta parasida ham e'tibor bersangiz, eng oxirgi zonadan keyin, ya'ni paranormal bardan hosil bo'lgan zonadan keyin 2 bardan tashkil topgan LP yuzaga kelgan va undan keyin narx yuqoriga impuls yuzaga keltirmasdan orqaga, ya'ni yurishni amalga oshirishyapti. E'tibor bersangiz, narx yuqoriga o'tgandan keyin mana 4 soatlik bu H1 time frame va menda savdoni amalga oshiradigan, ya'ni savdoga faqat M5 time frame'da kiraman. H1 va H4 time frame'dan kunlik time frame'dagi asosiy savdo g'oyasini tasdiqlash uchun foydalanaman. Demak, e'tibor bersak, aynan mana shu joyda narx yuqoriga chiqqandan keyin yuqoriga impuls bermasdan zonadan yuqorida nakapleniya hosil qilgan. Nakapleniya holati bu biz bilamizki, o'sha narxning kelgusi harakati uchun energiyaning yig'ilishi hisoblanadi. Va e'tibor bersak, H1 time frame'da ham juda ham kuchli nakapleniya hosil bo'lgan va biz endi mana shu joyda lokal zona, ya'ni 1 soatlik time frame'dagi eng minimum zonaga mana shu zonani belgilab, narx agar mana shu joydan pastga buzib o'tadigan bo'lsa, ya'ni kichkina time frame'imizda, ya'ni 5 minutlik time frame'imizda mana bu joyga qo'yadigan bo'lsak, agar narx zonadan mana shu joydan pastga o'tadigan bo'lsa, buzib o'tib yopiladigan bo'lsa, biz aynan mana shu joyda sell va albatta stop lossni zonadan yuqoriga yoki texnik stop loss qo'yadigan bo'lsak, zonadan yuqoridagi stop mana bu soyalardan yuqoriga stop loss qo'ygan holatda short pozitsiya bilan savdoni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Bunda albatta siz zonani lokal time frame'da adaptatsiya qilib olishingiz kerak bo'ladi. Mana bu joyga, ya'ni adaptatsiya degani mana bu joydagi yana ham aniqroq zonaga ko'chirib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, AUD/USD valyuta parasida, ya'ni kriptovalyuta parasida biz 0.2688 zonadan pastda short pozitsiya, ya'ni lokal zonamizdan pastga narx o'tgandan keyin sell pozitsiya bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hozircha hali tayyor bo'lmagan ushbu savdo instrumenti, biroz kutishimizga to'g'ri keladi. Demak, bu AUD/USD valyuta parasi bo'yicha ayni paytda sizlarga beradigan
nimamiz, savdo g'oyamiz short 0.2688 narx nuqtasidan. Demak, davom etamiz, hurmatli treyderlar. Keyingi valyutamiz, ya'ni kriptovalyutamiz bu IOUSDT. Demak, ushbu valyuta pairamizga e'tibor beramiz. Bunda sal noodatiyyroq vaziyat yuzaga kelgan. Ya'ni qanaqa vaziyat? Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, kunli time frame'da, albatta tahlilni, asosiy savdo g'oyasini kunli time frame'da amalga oshiraman. E'tibor bersangiz, e'tibor bersangiz kunli time frame'da juda ham bir kun oldinga, ya'ni 6-sanadagi bar juda ham kuchli impulsiv harakatni amalga oshirgan. Ya'ni juda ham kuchli pastga tushishni yuzaga keltirgan. Bundan keyin esa narx to'xtagan va e'tibor bering, juda ham ko'pchiligimiz zonalar doim o'sha narx mana bunaqa pastga tushib tepaga chiqqan yoki tepaga chiqib pastga tushgan joydagi eng yuqori zonalarda paydo bo'ladi deyishadi. Yo'q, hurmatli treyderlar. Zonalar narx eng ko'p uriladigan, ya'ni savdo nuqtalari, ya'ni yirik ishtirokchilar savdoni amalga oshiradigan nuqtalar aynan o'sha eng ko'p narx uriladigan nuqtalarda zona paydo bo'ladi. Balki bu mana bu minimumdan biroz pastroqda bo'lishi mumkin. Misol uchun mana e'tibor bering, aynan mana bu nuqtada zonani sizga belgilab beraman. Juda ham ko'pchiligimiz eng yuqori nuqtani zonada bilishadi. Yo'q, unday emas. Aslida narx zonasi, ya'ni biz uchun eng kerakli bo'lgan zona mana bu joy bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. Chunki aynan mana shu narx nuqtasida juda ham ko'plab savdolar amalga oshirilgan. E'tibor beramiz, hurmatli treyderlar. Aynan mana shu joyda juda ham ko'plab narx, mana kopeyka bir tiyin ham yuqoriga buzib o'tmagan. Aynan mana shu joydan narxning qaytishi aynan kunli time frame'da. Bu odatiy, ya'ni tasodifiy narsa emas. Ya'ni aynan mana shu joyda savdolar juda ham ko'p bo'lgan. Juda ham ko'p savdolar aynan mana shu zona atrofida yuzaga kelgan. Demak, hurmatli treyderlar, bundan kelib chiqadiki, biz zonalarni belgilayotgan vaqtimizda har doim mana bunaqa maksimumlarni yoki eng pastdagi minimumlarni olishimiz kerak emas. Biz eng kuchli informativ zonalarni olishimiz kerak. Keling, mana shu joydagi yana bitta zonani belgilash bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Biz faqatgina savdo g'oyasi emas, ba'zi bir ma'lumotlarni ham ushbu videolarimizda berib boramiz. Bizni kuzatib boringlar. E'tibor bering, aynan mana shu joyda zonani qanaqa aniqlaymiz? Aynan mana shu joyda eng ko'p narx, ya'ni sotuvlar amalga oshgan nuqtani belgilab olamiz. E'tibor bersangiz, aynan mana shu joyda ko'rganingizda aynan mana shu joyda eng ko'p savdolar amalga oshmoqda. Mana e'tibor bering, eng ko'p urilishlar, eng ko'p aynan mana shu zona biz uchun juda ham kuchli zona ekanligini bildirib beradi va bu mana belgilagan nuqtamizga nisbatan kelajakda ham isbotlangan. E'tibor bering, aynan mana shu zona atrofida juda ham ko'plab sotuvlar amalga oshmoqda. Demak, zonani belgilayotgan vaqtimizda biz o'zimizga eng informativniy narxni belgilashimiz kerak bo'ladi. Va bitta narsani unutmang. Zona bu shunchaki gorizontal chiziq emas. U yirik ishtirokchilar eng ko'p savdoni amalga oshirayotgan narx nuqtasi hisoblanadi. U narx, u raqam, u aynan fiksatsiya qilingan, ya'ni belgilangan narx nuqtasi. Yana ham aniqroq qilib, yana ham tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, bu limitli ishtirokchilar o'z limitlarini o'rnatgan o'zgarmas sotuv yoki sotib olish nuqtasi. Demak, hurmatli treyderlar, savdo g'oyasiga qaytamiz. E'tibor bersangiz, mana bu paranormal barning pastga tushishdan keyin narx o'z nuqtasida to'xtagan va yana bitta ma'lumot. Agarda narx paranormal harakatni yuzaga keltirsa-da, paranormal degani haddan tashqari yirik impulsiv harakat degan. Ya'ni paranormal katta bar hosil bo'lgandan keyin tasavvur qiling, mana shu pasayuvchi bar, buni ochilish nuqtasi mana bu joyda va endi e'tibor bering. Agarda narx o'zining minimumidan, mana shu joyni o'zining minimumi desak, mana narx tushgan eng oxirgi minimum nuqtasi.
Agar mana shu narx o'zi tushgan minimumdan ko'pi bilan 5-10% ortga qaytib yopiladigan bo'lsa, ya'ni o'zining uzunligidan 5-10 punktgina orqaga qaytib yopiladigan bo'lsa, katta ehtimollar bilan keyingi bar ochilgandan keyin to'g'ri biroz teparoqqa harakat qilishi mumkin, lekin yana narx o'z yo'nalishida davom etishiga signal beradi. Yaxshilab e'tibor beramiz. Ushbu paranormal barning o'z uzunligidan ortga qaytib yopilgan nuqtasi 5-10% ga ham yetib bormagan holatda yopilgan. Bu esa keyingi bar yo'nalishni yana o'z yo'nalish bo'ylab davom ettirishiga signal beradi. Endi qarang. Men aytdimki, 4 soatlik va 1 soatlik time frame'larda men kunlik time frame'da shakllangan savdo g'oyasini tasdiqlab olish uchun ishlataman dedim. E'tibor bering. Aynan mana shu joyda narx pasayishdan keyin aynan mana shu joyda nakapleniya hosil qilyapti va nakapleniya holati ham 4 soatlik time frame'ga qarasangiz podjatiya orqali yuzaga kelmoqda. Podjatiya nima degani desanglar, bizda o'rgatadigan misol uchun o'quv kurslarimiz bor, intensiv, juda ham qisqa muddatli va bu o'quv kurslarimizda misol uchun o'sha ushbu atamalar qanaqa ishlash kerak, nima qilish kerakligini batafsil tushuntirib o'tiladi. Demak, aynan e'tibor bersangiz, ya'ni bosim bilan, ya'ni podjatiya bilan mana bu joyda nakapleniya hosil bo'lgan va eng e'tiborlisi, eng pastdagi ekstremum, ya'ni eng pastdagi minimum zonamizgacha oraliq juda ham bo'sh va narxni orqaga qaytarishga yoki qarshilik ko'rsatuvchi hech qanaqa zona bu joyda mavjud emas. Bu esa katta ehtimollar bilan aynan mana shu joydagi podjatiya holati, ya'ni nakapleniya holatidan narx zonadan pastga buzib o'tib yopiladigan bo'lsa, juda katta ehtimollar bilan narxning pastga impulsiv harakati yuzaga kelishini bizga ko'rsatib beradi. Nima uchun? Aynan zonani, misol uchun siz kunlik time frame'ga e'tibor bersangiz, birorta barri minimumiga to'g'ri kelmagan. Yoki 4 soatlikka qarasangiz, mana bundan ham to'g'ri kelmagan. Men yuqorida o'sha fikrlarim avvalida aytdimki, zona bu doim minimum yoki mana bu joydagi maksimum emas. Bu zona narxning eng ko'p savdolarni amalga oshirilgan nuqtasi. Bu zona deb ataladi. E'tibor bering. Bu safar men lokal zonadan foydalanganman. Lokal zona degani bu 4 soatlik yoki 1 soatlik yoki 5 minutlik time frame'da chizilgan kichik harakatlarni anglab olish uchun foydalaniladigan zona bu lokal zona. Globalniy zona, ya'ni kuchli katta zonachi desanglar, bu kunlik time frame'dagi zona globalniy zona deb ataladi. E'tibor beringlar, 1 soatlik time frame'da aynan mana bu pasayuvchi barning minimumini zona deb olganman. Sababi ushbu narx nuqtasida juda ham ko'plab sotuvlar yoki sotib oluvlar juda ham ko'plab amalga oshmoqda. Ya'ni yirik ishtirokchi aynan mana shu, ya'ni 0.07-321 narx nuqtasi juda ham katta zayavkalarni yig'ayotganligini ko'rishimiz mumkin va bu savdo amaliyotlari albatta podjatiya bilan, ya'ni pasayuvchi tendensiya orqali bizga namoyon bo'lmoqda. Bu esa katta ehtimollar bilan narx zonadan pastda zakrepleniya bo'lishi, ya'ni pastda mahkamlanishi harakatning yana pasayishda davom etishidan signal beradi. Undan tashqari bugungi kundagi global holat yuzaga oladigan bo'lsak, ya'ni nima deydi? Bitcoinning umumiy tendensiyasi bo'yicha pasayuvchi holatda ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu kriptovalyutalarda ham pasayuvchi tendensiya yana ham kuchliroq ekanligi va pasayuvchi signal yana ham aniqlanganligini biz o'sha matematik ajdaniya orqali o'zimizga yana o'sha aniqlashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu IOUSDT valyuta paramizda ham savdo g'oyamiz mana shu lokal zona, ya'ni 0.07-321 lokal zonadan narxning pastda zakrepleniya bo'lishi, narxning yana o'z yo'nalishi bo'ylab mana bu joydagi ekstremum zonagacha harakatni amalga oshirishiga sababchi bo'ladi. Bu joyda texnik atarimiz ham, ya'ni atar nima ekanligini ham o'sha bizga murojaat qilsangiz, biz sizga tushuntirib berishimiz mumkin yoki o'sha bizning darslarimizga qo'shiling. Demak, bu joyda atar ham mavjud, ya'ni texnik atarimiz ham mavjud. Demak, ushbu kriptovalyutamizda ham shartli pozitsiya bilan savdoni amalga oshirishga g'oyani sizlarga taqdim etamiz. Demak, hurmatli treyderlar,
tahlillarda davom etamiz. AXS USDT valyuta parasi. Demak, ushbu valyuta paramizda jarayon qanday yuzaga kelmoqda? Ushbu valyuta paramizda ham vaziyat mana shunday. Ya'ni asosiy tendensiyamiz bizda pasayuvchi. Umuman kripto birjadagi umumiy tendensiya ayni paytda shartoviy bo'lmoqda. Demak, shu sababli biz umumiy tendensiyaga qarshi emas, umumiy tendensiya bo'ylab ishlashga va o'sha tendensiya bo'ylab savdo signallarini ko'proq o'zimizga foydalanishga tanlab olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tibor beramiz. Pasayuvchi tendensiya и bizda yana bir marta paranormal katta bardan tashkil topgan zonamiz mavjud. Ushbu zona 1.284 zona. Demak, ushbu zonada narx bir marta juda ham kuchli qarshilikka uchragan ложный пробой holatini yuzaga keltirgan va e'tibor bersangiz, ushbu barning maksimumi oldingi pasayuvchi barning yuqorisiga o'tib ketmagan, ya'ni oldingi barning ichida shakllangan maksimum mana. Bu esa bizda zadior tushunchasini beradi. Zadior tushunchasini ham biz alohida shu mavzu qilib tushuntiramiz. Bu juda ham uzoq ma'lumot. Ya'ni zadiorning umumiy ma'nosi, ya'ni mohiyati bu yirik ishtirokchilar narxni pasaytirish jarayonida ularga qarshi chiqayotgan ommani, ya'ni sotib oluvchi umumiy tendensiya bo'yicha u shartoviy pozitsiyada o'tirgan bo'lsa yirik ishtirokchi, unga qarshi chiqayotgan mayda langoviy pozitsiyalarni o'z yo'lidan olib tashlab narxni erkin pasaytirish uchun zadior holatini, ya'ni bu ham bitta manipulyatsiya hisoblanadi. Aynan hammani mana bu joyda buy сделкаga o'tkazishadi, ya'ni засаженный holatga kelishadi-da. Mana bu joyga stop losslarni, ya'ni sotish zaявкalarini o'rnatishgandan keyin juda ham kuchli impuls bilan pastga yoki yuqoriga harakatni amalga oshirishadi. Demak, ushbu joyda biz zadior holatini ko'rishimiz mumkin. Demak, ushbu bar yuqoriga o'suvchi bo'lgani bilan juda ham kuchli qarshilik, ya'ni bosimga uchragan. Undan tashqari e'tibor beramiz, aynan narx 1.284 zona atrofida juda ham ko'p marotaba zonani buzib o'tishga harakat qilgan va yana mana bu joyda narx retest hosil qilib 4 soatlik, mana 1 soatlik bar anaqalarimizni ham ko'rishimiz mumkin, grafikimizni ko'rishimiz mumkin. Bevosita aynan mana shu joyda bizda nakapleniya holati kunlik grafikimizni tasdiqlab berayotganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari 1 soatlik time frame'da mana bu joyda yana bir marta buzib o'tish harakat bo'lgan, lekin narx orqaga qaytib, endi podjaka bilan nakapleniya holatini juda ham kuchli hosil qilmoqda. E'tibor beramiz, mana bu joyda nimaga buzib o'tgandan keyin pozitsiyaga kirmagansan, selga kirmagansan. Bitta narsani unutmaymiz, hurmatli treyderlar, agarda narx lokal time frame'larda zonaga nisbatan mana bunaqa impulsiv harakat qilib buzib o'tadigan bo'lsa, bunday holatda birinchi proboy holatda savdoga kirmaymiz. Ikkinchi navbatda stop loss juda ham uzoq. Eng asosiysi impulsiv harakat har doim narxni orqaga qaytishga majbur qiladi. E'tibor bering, haqiqatdan ham orqaga qaytmoqda. Endi qarang. Birinchi marta tushdi, luft bilan keldi, ya'ni luft degani zona va shamning orasidagi bo'shliq degani. Va endi kelib orqaga qaytib, yana asta sekinlik bilan narx pastga yurmoqda. Bu katta ehtimollar bilan asta sekinlik bilan mana bunaqa nakapleniya hosil qilgan holatda Zatuhani orqali pastga buzib o'tadigan bo'lsa, biz AXS USDT valyuta parasida 1.284 zonadan pastga zakrepleniya bo'lgandan so'ng sell pozitsiya bilan savdoni amalga oshiramiz. Shunda bizda stop loss ham texnik stop loss qo'yadigan bo'lsak, mana shu joy stop loss deb oladigan bo'lsak, buzib o'tgandan keyin zona pastga kiradigan bo'lsak, optimal stop loss nuqtasi ham bizda shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, savdo g'oyamiz AX USDT valyuta parasida paranormal bardan hosil bo'lgan zonada zadordan keyin nakapleniya hosil qilib, mana bu joyda zatuhaniyadan keyin shartoviy сделкani ochishga bizga asos bo'ladi. Demak, bu navbatdagi savdo g'oyamiz edi. Demak, hurmatli treyderlar, keyingi kriptovalyutamizga o'tamiz. Demak, keyingisi bu Dash USDT.
Dash USDT valyuta parasida ham ayni paytdagi, ya'ni yuqorida ko'rsatilgan savdo g'oyalariga o'xshash vaziyatlar yuzaga kelgan. Ya'ni umumiy tendensiyani pasayuvchi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Umumiy tendensiya pasayuvchi va undan tashqari e'tibor beramiz. ADA USDT valyuta parasida aytganimdek, bu joyda mana bu ekstremum zonaga, ya'ni ekstremum tasdiqlangan zonaga 35 ohm zonaga nisbatan 2 bardan tashkil topgan LP yuzaga kelgan va LP dan keyin narx yana yuqoriga impuls bermasdan orqaga, ya'ni zonaga nisbatan harakatni amalga oshirmoqda. Va e'tibor bering, ushbu narx harakati zonaga nisbatan H1, ya'ni lokal time frame ga e'tibor beriladigan bo'lsa, Pajata va nakapleniya orqali, ya'ni zatuhayna bilan zonaga kelmoqda. E'tibor beramiz, bundan avvalgi, ya'ni AXS USDT valyuta parasida aytdim. Agar narx kunlik time frame'da shartoviy pozitsiyaga signal bersa-yu, lokal time frame'da narx zonaga impulsiv, ya'ni juda ham shiddatli kelib uriladigan bo'lsa, bunday holatda birinchi kasaynada savdoga kirmaymiz. Chunki impulsiv harakat narxni orqaga qaytishiga sababchi bo'ladi. Mana yana bir marta ko'ryapmiz. Endi e'tibor bering, yana bir marta kelyapti, chiqyapti, tushyapti, yana ozgina yuqoriga harakati. E'tibor bersangiz, narxning yuqoriga yurish holati, ya'ni maksimumlar borgan sari bosim ostida qolmoqda va borgan sari narx o'z impulsiv holatini asta sekinlik bilan yo'qotmoqda, ya'ni zatuhaniya holatiga kirib bormoqda. Ya'ni bozor asta sekin tinchlanib, mana bu zonani juda ham chiroyli holatda proboyni amalga oshirib zakrepleni bo'lgandan keyin biz Dash USDT valyuta parasida ham 5 minutlik time frame'da optimalniy stop loss bilan savdoga kirishimiz mumkin, shartoviy сделка bilan. Va bunga sabab bo'ladi. Buni nimaga savdo g'oyasi sifatida beraman? Ya'ni LP двумя barmi, ya'ni 2 bardan tashkil topgan LP, bunda hamma mana bu joyda buy сделкаga kirganlar o'z stop losslarini mana bu joyga o'rnatishadi. Nimaga buy сделкаga kirishgan? Sababi juda ko'pchilik misol uchun aytishadi-ku, likvidlikni yig'ib oldi bozor. Likvidni yig'ib olgandan keyin yuqoriga o'sib chiqib ketadi. Bu to'g'ri. Lekin o'sha likvidlikni yig'ib olib yuqoriga ketadi deb bozorga kirishingizni albatta bozorlik ishtirokchilari juda ham yaxshi bilishadi. Va sizlarga bitta narsa aytaman, omma bilan emas, kitobdagidaqa emas, sal boshqacharoq fikrlashga harakat qiling. Chunki siz o'qigan kitobni juda ham ko'p auditoriya o'qiganligini hisobga oling va hamma qilgan ishni bajarib nimagadir erishish juda ham qiyin masala. Chunki siz ko'pchilik ichida bo'ladigan bo'lsangiz, sizda konkurensiya juda ham kuchli bo'ladi va u joyda sizni shunchaki olomon ichida qolib ketish ehtimolingiz juda ham yuqori bo'ladi. Shu sababli ham biroz boshqacharoq fikrlashga harakat qiling. O'z shaxsiy strategiyangizga ega bo'ling. Hech kimga fanat bo'lmang. Birovni fikri sizni qanaqadir daromadga chiqishiga to'g'ri yordam berishi mumkin, lekin asos bo'la olmaydi. Har bir trader yakka shaxs, individual fikr egasi hisoblanadi. Demak, bu joyda yana o'sha LP dan keyingi ortga qaytishdan savdoni amalga oshiramiz va buni bizda kunlik time frame'imiz, 4 soatlik time frame'imiz va 5 minutlik time frame'imizdagi zatuhayna ham bizga asoslab bermoqda va bu joyda ham pajata mavjud. Demak, ushbu savdo g'oyamiz Dash USDT valyuta parasi, ya'ni kriptovalyutasida 35.10 zonadan pastda zakrepleniya bo'lishi shartoviy pozitsiyaga kirishimizga asos bo'ladi. Demak, hurmatli treyderlar, davom etamiz. Keyingisi Doge USDT. Doge USDT ham xuddi shu vaziyat, ya'ni biz bilamiz, bozorda aniq bir strategiyangiz, aniq bir savdo algoritmingiz mavjud bo'ladigan bo'lsa va siz qanaqadir zakonomernost, ya'ni qonuniyatni aniqlab olsangiz, bozor sizga xuddiki bitta narsani qaytarib takrorlayverayotganga o'xshayveradi. Ya'ni o'sha bitta qo'shiq, bitta lenta qaytarilaveradi. Faqat siz o'zingizning savdo g'oyalaringiz
risk managementingiz, money managementingiz va kirish nuqtalaringizni asoslovchi holatlarga nima desam bo'ladi, qo'pol qaytganda xiyonat qilmasangiz bo'ldi. Biroz sabr qilsangiz hammasi juda ham chiroyli bo'ladi. Ushbu Doge USDT valyuta parasida ham albatta kunlik time frame'imizda asosiy zonani aniqlab olamiz. Bu bizda mana bu paranormal большой bar juda ham kuchli bosimga uchragan. Demak, mana shu joyda zona yuzaga kelgan, chunki undan keyin narx biroz orqaga qaytib, yana bir marta impulsiv buzib o'tishni yuzaga keltirgan. Men aytdim, impulsiv harakat bilan zonani proboy qilinishi bu narxni yana orqaga, zonani orqasiga qaytib kirib ketishiga sabab bo'ladi. Demak, ushbu impulsiv holatdan keyin bizda LP двумя barами va juda ko'pchilik o'ylaydi, zonadan orqaga qaytib oldik, mana bu joydagi likvidliklarni yig'ib oldik va yana yuqoriga uchamiz degan fikr bo'ladi va zonadan yuqorida, ya'ni mana shu joyda juda ham ko'plab savdolar langovi va u langovi savdo bitimlarini sotish zayavkalari, ya'ni stop losslar zonadan pastda bo'ladi va albatta e'tibor bersangiz kunlik time frame'imizdagi mana bu zonadan pastga ketadi degan savdo g'oyamiz, e'tibor bersangiz 4 soatlik time frame'da ham 1 soatlik time frame'dagi mana bu подъятие, undan tashqari mana bu joydagi nakapleniya holati bizga asoslab beradi. E'tibor bering, mana bu joyda narx impulsiv kelgan, endi bunda proboy qilmagan. Yana bir marta o'sha fikrimizni isboti, narx zonaga juda ham kuchli impulsiv kelgan. Bu 5 minutlik time frame, esimizdan chiqarmaymiz. M5 time frame, albatta kichik lokal time frame'lar albatta kunlik time frame'dagi vaziyatga to'g'ri kelishi shart va zarur. Impulsiv harakat birinchi kelgan, buzib o'ta olmagan, lekin yuqoridan sotuv davom etayotganligi sababli narx yana zonaga nisbatan intilgan. Keyingi safar biroz luft bilan zonadan orqaga atkat va yana mana bu joyda nakapleniya bosim bor. Agar narx mana bunaqa holatda asta-sekinlik bilan pastga buzib o'tishni amalga oshirish ehtimoli mavjud. Hurmatli treyderlar, bu navbatdagi savdo g'oyamiz Doge USDT valyuta parasi, ya'ni kriptovalyutalar parasida 0.09 zonadan narxning pastga o'tishi katta ehtimollar bilan narxning yana shartoviy yo'nalishda davom etishiga sababchi bo'lishi mumkin. Demak, hurmatli treyderlar, bugun sizlar bilan ushbu savdo g'oyalarini ulashishni biz reja qilgandik. Demak, agar bizni qo'llab-quvvatlab borsangiz, sizga Amerika fond birjalari, ya'ni Amerika aksiyalari, valyuta paralari, ya'ni forex va kriptovalyutalar bo'yicha savdo g'oyalarini seshanba va shanba kunlari sizlarga taqdim etib boramiz. Va undan tashqari ushbu savdo g'oyalarimizni, avvalgi bergan savdo g'oyalarimizni keyingi savdo g'oyalarini berayotgan kunimizda qanday yakunlandi, savdoga kirdikmi, kirmadikmi, kirgan bo'lsak nima uchun kirdik, kirmagan bo'lsak nima uchun kirmadik, savdoga kirganimizdan keyin take profit oldi yoki olmadi, barchasini sizlarga taqdim etib boramiz. Albatta bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Instagram sahifalarimiz mavjud. U joyda ham turli xildagi ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. U joyda biz erishgan yutuqlarimiz, ishlash jarayonlarimizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Hurmatli treyderlar, bugun sizlar bilan sizlarga mana shu savdo g'oyalarini berganimdan xursandman. Albatta o'zimning oldimga qo'ygan bitta kunlik rejam bajarildi. Sizlar ham oldingizga aniq reja qo'ying, aniq vaqtini belgilang va o'sha vaqtda o'sha rejani bajarishga odatlaning. Savdo jarayonida o'zingizning savdo g'oyangiz albatta jurnalga kiritilgan bo'lishi shart va zarur. Va savdo qilish jarayonida aynan o'sha jurnal oldingizda turgan holatda, jurnaldan foydalangan holatda o'sha kirish nuqtangizni, birinchi savdo g'oyangizni aniqlang. Savdo g'oyangiz o'sha lokal time frame'larda tasdiqlanyaptimi? Tasdiqlangandan keyin kirish nuqtangiz, stop loss nuqtangiz optimal holatdami? Barchasini o'sha daftaringizdagi, jurnalingizdagi ketma-ketlik bo'yicha yana bir marta tasdiqlagan holatda savdoga kiring.
Bir kunda yoki bir haftada 30 ta, 40 ta, 20 ta сделка ochmang. 5 ta, 6 ta, 10 ta сделка oching, sifatli bo'lsin. Ko'p savdo bitimini ochish yoki har kuni savdo bitimini ochish shart degani emas. Ya'ni professional treyderlarga e'tibor bering. Ular o'z savdo bitimlarini, risklarini, pullarini boshqarishni ma'lum bir chegara asosida belgilab olishgan. Ko'p savdo bitimini ochish juda ham ko'plab xatolar, juda ham ko'plab riskga olib keladi. Bu esa bozorda topayotgan daromadingizdan tashqari depozitingizni ham xavfini ortib boradi. Ya'ni depozitingizga nisbatan xavf darajasini orttirib yuboradi. Nafsingizni tiying, o'zingiz bilan gaplashing, jurnal tuting, hurmatli treyderlar. Xudo xohlasa sizlar bilan hali juda ham ko'plab proyektlarni amalga oshiramiz. Ushbu savdo g'oyalarini sizlarga taqdim etishdan maqsad qanaqadir o'zimizni bilimimiz yuqori darajada ekanligini va siz aynan bizda pul to'lab kursda o'qishingiz kerakligi emas. O'zimizdan qandaydir jamiyatga moddiy qiymat yaratish. Ya'ni shunchaki ushbu sohada o'qidik, o'rgandik, ishladik, pul topdik, shunchaki yashab o'tib ketish emas, sizlarga qandaydir manfaat ulashish. Hurmatli treyderlar, sizlar bilan Phoenix Traders Club jamoasi va men Bahrom Davlatov. Ishlaringiz va savdolaringizga omad, sog'-salomat bo'ling. Sizlar bilan Xudo xohlasa seshanba kuni ushbu savdo g'oyalarimiz natijalari va yangi savdo g'oyalarini taqdim etayotganda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.